Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston fuqarolari. Men sizlarga haqiqiy super gastinsani aytaman. Al Madina. Bu Samarqand shahar Nurafshon 2-ro'domni oldida joylashgan. Haqiqiy bilmayman dunyoda qanaqa gastinsa nimalar, lekin u zo'r gastinsa. Men sizlarga aytaman. Ichlari top-toza. Hojona, hoji bobo muslimalar keladi, chet davlatdagi hamma arab shayxlar keladi. Ichkari payg'ambarimizning ismlari bilan xonalari juda chiroyli, halol, toza, pokiza. Harom narsalar qilinmagan, unaqa yomon narsalar, spirtnoy ichimliklar qo'yilmaydi. 5 mahal namoz o'qiyotgan joylaringiz bor. Hamma joy top-toza, pokiza. Kiyimlaringiz, usti boshlaringiz, hamma narsalaringizni chiroyligina qilib yuvib top-toza qiladilar. Biling hamisha Al Madina shunaqa chiroyli gasinsa. Juda mana shu do'stlarim bilan uzoq-uzoq nimalar bilan kelganmiz, mana ko'rganmiz, tomosha qilganmiz. Hatto vaqtida juda kirib ovqatlar, ertalab zavtriklari juda sveji. Har kuni mana produktlar tugasa, sirazi borib oradan 1,5 soat o'tgandan keyin magazindan sveji produkt olib keladilar. Ovqatlari shirin. Ishchilari juda muomalali. U o'sha Al Madinaning rahbari ismlari Timur aka juda muomalasi zo'r. Shunaqa shirin odam, o'zlari ham bir hoji bobo, ayolari hojona. Bir kiringlar, hamma narsa top-toza, ham arzon, sifatli notel gasinsa, yotoqxonalari. Har bitta mana turib, bitta prosten nalchkangizda shu kelib mehmon bo'lganingizdan keyin chiqib ketsangiz, siz magazinga borib kelganingizcha sirazi yangisini almashtiradilar. Hammom, vannalari, dushlar hammasi zo'r. Kiyimlarni yuvib, utuq qilib, chotka qilib beradilar. Sizlarni faqat kutaman. Hayotimiz shu, yurtlarimiz, butun O'zbekiston xalqidan men sizlarni konkretni iltimos qilaman, Al Madinaga tashakkur.